Qanday qilib noldan sahifa yaratib, bir oy ichida obunachilar sonini 10 mingtadan oshirdik? Bizning mijozimiz 20 yillik tajribaga ega konditer texnolog Nafisa appa va ular bizga Instagram sahifamni rivojlantirishni, o'zimni ekspert sifatida tanitishni va retseptlarimni ko'proq odamlarga yetkazishni xohlardim, deb murojaat qilgandilar. Biz Toshkentda ishlaymiz, mijozimiz esa Buxoroda yashaydilar, lekin bu masofa ishlashimiz uchun to'sqinlik qila olmadi. Strategiya tayyorlash bu birinchi eng to'g'ri qadam hisoblanadi va biz ishni aynan shundan boshladik. Syomka uchun maxsus studiya gaplashdik va har bir videoni auditoriya ehtiyojiga qarab aniq va maqsadli qilib tayyorladik. Bir oy ichida Instagram sahifasi noldan 10 mingtadan ortiq obunachiga yetdi. Direct va kommentariyalarda esa har kuni yangi so'rovlar kelib tushmoqda. Odamlar sahifaga shunchaki tomosha qilish uchun emas, balki o'rganish, ishonish va sotib olish uchun qo'shilishmoqda. Hozir odamlar Nafisa appani oddiy retsept sotuvchi emas, o'z ishining haqiqiy ekspert sifatida taniydi. Agar siz ham Instagram orqali tanilish va mijozlarga ega bo'lishni istasangiz, bizga murojaat qiling.